Hali vaqtli emasmi? Qanaqa voqli? Bor uyga akangga aytgan. Hozir men onamni chaqiraman, suvchilikka borib kelamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana o'zim uchish qo'ysang nima, keldingmi? Aka, unaqa to'g'rimi? Bugun sovchi jo'natishar ekan. Xavotir olma, singlim. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Chiroyli kutib olamiz, xo'pmi? Akajon, kelimasiga qarashib olaman. Tut. Assalomu alaykum. Nechta ekan? Menga noningizdan berib yuboring. Tushunmadim. Nima qilyapsiz bu yerda? Bu bizning novvoy xonamiz-ku. Akam non yopadilar, sotaman. Biz o'sha yerda tirikchilik qilamiz. Yetgancha suvchilar bugun kelishadimi? Novvoyman degan. Keladi suvchilar. Yaxshimisan? Assalomu To'xtab alaykum. tur, qoraman senga. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Suvchilikka boradigan bo'ldimi? Qiz yoqdimi, bolam? Ona, novvoy ekan u. Aldabdi bizani. Men u kambag'allarga ko'rsatib qo'yaman hozir bor. Men bilan teng bo'lmoqchi bo'ldim ular. Voy, o'zim yo'q. Ha, Navoiy? O, menga qara. Sen kimsan men bilan tenglashadigan? Sendagi Navoiylarni kelin qilamanmi? Kimlar menga qizini bermaydi, bilasanmi? O'g'lim seni yaxshi ko'rgani uchun olib beraman deb yurdim. Lekin seni Navoiyligingni bilmaganman. Ha, singlim, assalomu alaykum, tinchlikmi? Tinchlik emas. Men bu seningni o'zini tengini topib bergan. Senlar kimsanlar? Men burgutman. Senlar yerda sudralib yuruvchisanlar. Xafa bo'lmaydi. Ovqatni nima bilan yeysiz? Shu non bilan yeysizmi keling? Bu dunyoda nondan aziz narsa bor ekanmi? O'zi to'ppa-to'g'ri aytishar ekan. Yaxshi bilan yomon bitta joyda tura olmaydi. Allohning mehribonchiligini qarang. Asl basharingizni oldindan ochib qo'ya qoldi. Nonni gapiryapsizmi? Men nonchi deb. Nonga zo'r bo'lmasa sizdan rozi emasman.